Demak, masalani o'qiymiz. Ekvivalent nisbatda olingan alken va vodorod sulfitdan iborat aralashma to'liq yondirildi. Yonish mahsulotlari bariy gidroksiz eritmasiga kiritilganda umumiy massasi 242,4 gram bo'lgan cho'kma olindi. Cho'kmalar kaliy permanganat kislotali eritmasida eritilganda bariy sulfat 69 gram bariy sulfat olindi. Alkenni aniqlang debdi. Demak, masalan ishlashni boshlaymiz. Alkenning formulasi NH2 alken yonganda karbon tangent hosil bo'ladi, N molekula va ikki molar nisbatda vodorod sulfit ham yongan. Shunda bittagi gaz vodorod oksid. Xo'p, hosil bo'lgan erkin bariy gidroksiz yutirildi deganda va karbonat angidrid va so'kiga bariy gidroksiz ta'sir ettirganda bariy karbonat hosil bo'ladi. Xo'p, bunga ta'sir ettirganimizda bariy sulfit hosil bo'ladi. Mana shu ikkalasi cho'kmasining massasi 242,4 gram demak. 242,4 gram bo'lsa, xo'p, bitta qaysi bir bariy sulfat reaksiyasiga ketgan, ya'ni bariy sulfit kislotali sharoitda bariy sulfat hosil bo'ldi. Shunda massasi buniki 233 gram. Buni 1 mol desak, tepadagisini massasini esa bizga masala shartida 69,6 beryapti. 69 ekan. Bu degani bundan 3 barobar ko'p. Bitta virgul surib qo'yadigan bo'lsak, shunda bu 0,3 bo'ladi. 0,3 mol. Shunda bariy sulfat, mana bu yerda ham sulfit 0,3 mol bo'lgan. Shunda vodorod sulfit angidriddan 0,3 mol bo'lgan. 0,3 bo'lsa, bu yerda ham 0,3 bo'lgan. Shunda vodorod sulfit ham 0,3 bo'lgan. Birga bir oltinliklar soating. Shunda ekvivalent nisbatda degan uchun alken ham 0,3 mol bo'lgan. Endi karbon tangent topadigan bo'lsak, 137 ga 80 ni qo'shadigan bo'lsak, 137 qo'shilgan 80 bo'lsa, 217 uni 0,3 ga ko'paytirgan bo'lsak, 651,65,1 bo'ladi. Xo'p, o'shani ayiraveramiz 242,4 dan 177,3 ayirganimizda 177,3 bu o'nga qoladi. Bariy karbonatga 177,3. Buning massasi 197 bo'ladi, ya'ni 137 ga 60 qo'shsak bo'ladigan bo'lsak, bu 1 bo'lsa, bu karbonat 0,9 mol. Shuni 0,9 ni belga qo'ysak, tagidan 1 mol bo'ladi. Hisoblaymiz. N teng 3 chiqadi. Shunda alken C3H6 protein bo'lgan bo'ladi.